Salom do'stlar, hamma qarshingizda o'sha Kaizo YT do'stlar. Bugun bizlar Minecraft lekin BS mini.com serverda do'stlar obzor qilmoqchiman. Kanalga o'tib tezda obuna bo'ling va like'larni bosing. Xo'sh do'stlar, bizlar unda boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, sizlarga birinchi xo'sh kimlar bor hozir? Rahimovimiz legenda. Nima Rahimovimiz hozir Muhammad Ziyoddan BSdan tepaga topdi. BSdan limon yegan. Nima bo'lsa ham do'stlar, Shoha bizlarning maktabimizdan bitta do'stim. Nechchi? Xo'sh do'stlar, sizlarga yana bir oson kod bergan do'stlar. Bu kod slashcha wow. Xo'sh, qanday kod? Masalan, mana warps do'stlar mini. Bu kodni do'stlar sizlar foydalanmanglar. Chunki bu kod sizlarga 7 sekund vaqt beradi. Slashcha warps qilsangiz, mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6 ta narsa tez yetadi. PP. Masalan, sizlar miniga silib qo'ydingiz, keyin siz narsani tez olasiz. Undan tezda borib buni qiling. Shu koddan foydalanib tezda borib olasiz do'stlar. Kodda ham yaxshi do'stlar. Bu kodni men ham do'stimga o'rganaman. Bu kodni do'stlar nima bo'ldi? Yaxshi, hammasi nima bo'lyapti? Warp mana shunday narsalarga bo'ladi do'stlar. Warps mini. U ana do'stlar tirik qoldi. Azbek 99. Bu mening sinfdoshim do'stlar. Sizcha Azbek 99. 7 2 4 Keyin do'stlar, sizlarga oson pul topishga o'rgataman. Sizlar masalan kimdir mini qolsa, sizlar orqasidan yurib, mana shunday narsalarni olib, masalan diamant olib, mizrik. Mizrik kerak emas, menga faqat diamond kerak. Salom. Mizrik nima? Mizrik. Chiq. Nima server kodda nima bo'lyapti? Nima ishlayapti-ku? Keyin do'stlar, sizlarga oson yana pul topish rejimini o'rgataman. Slashcha bu yer do'stlar qo'yinglar. Ana shu inventarni sotishni bossangiz, hamma narsangiz birdaniga yo'q bo'ladi. Shuncha narsa hammasi birdaniga yo'q bo'ladi. Bittadan sotilmaydigan narsalar o'ynaydi pul. Bu kam bo'lishi mumkin, lekin slotingiz pul temir bo'lsa juda ham ko'p foyda keladi. Xo'sh. Nima qilamiz? Yana nimalar o'rgatsam bo'ladi? Yana nimalar bor? Nimalar qoldi? Yanacha keyin video qiluvchi o'yin. Azbekdan so'rab turamizmi do'stlar? Azbek berarmi? Do'stlar, slish kim qo'tyapti? Bu slish kim qo'tyapti? Bir ishlaydi, bir ishlamayapti. Xo'sh do'stlar, Azbek qo'l. Darradan chiq. Admin kirdi, admin. Bazamga qanaqa baza? Qanaqa baza tushunmadim. Lord kirdingizmi? Endi kiraman. Salomlashib qo'ying. Salom sizlarga yana o'sha Lord do'stlar. Bugun bizlar aka-makalardek mana shu BS mini.com serverini obzor qilmoqchimiz. Kanalda go.
Nima qila bo'lyapti? Mana do'stlar, ping FPS 135 ping. Nima chiqaraveribdi? Yoki mayinga kelgani uchun bildim. Hozir yana qilib o'lib ketmasam yaxshiroq. Yaxshi. Islombek qayerga yetib. Islombek. Mana do'stlar, bittaga 28 ping ko'rinmagan bo'lyapti, lor. Qochma. Ba'zan meeting. Men seni ba'zan qayerda qurilgan? Ishni bazasiga jo'natdi. U qayerda qurilgan? DSM Maktabda o'tirgan. Rahimov o'z javob bering. Игрок chiqib ketdi. Nahotki menga rahim kelmay. Men endi yozgan paytim chiqib ketadi. Birgamisiz? Ha, birda. To'g'ri. Sho'g'ini ba'zisi. Voy, diamond bilan sotaverib qaymaydi. Nima kerak bizda diamond? Bizda diamond bormi? Bir dona bor. Xo'sh, bironta PPC sotsa PPC'ga borsan do'stlar, mayli, Warps PP bo'lib kerakchi. Warps emas. PVP. Xo'sh, iltimos. Set bormi senda, o'g'il? Do'stlar, men bitta legendarniy bunaqa bor edi mana. O'zimni ozod paskitsi boyka degan. Mana. Bormi? Yo'q. Bironta protection setlar yo'qmi? Temirdanmi? Bilajim so'lam. Cho'p hech bo'lmasa. Do'stlar, kim menga Worldga borgan paytim nimadir do'stlar. Juda ham bu serverda qotyapti menga Worldda, shuning uchun ba'zilarim Netherlandlarda qolgan. Kelgusi video menimcha o'sha World astag'firullah. Baza qurish bilan, to'g'rimi? To'g'ri. Slishkim. 317 ping. Nima qo'tyapti menda? Deputation sho'xiga menga Worldga o'sha futbolchi do'stlar. Böyleyemem. Önce kurtarılır. Bitti tabi bıraklar. Çok. Sıra vakti gerekli. Hammayni PP'da yo'rammoning bratishkalarim. Wow, pingni qaranglar do'stlar. Ping juda ham katta. 1445. Bunday bunaqa PP'da bo'lmaydi. Xayr do'stlar, hozircha shu joyda videoni yakunlaymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha